Kitob do'konlari ikkita usul bilan daromadni 10 baravar oshirishi mumkin. Birinchisi, qaysi kitob trendga chiqayotganini kuzatib boring. Tasavvur qiling, mashhur bloger bir kitobni tavsiya qildi va u kitob sotuvi zo'r bo'ldi. Sizda borig'i 1000 ta kitob bor edi va ular 3 kunda tugab qoldi. Talab bor, lekin mahsulot yo'q. Siz shunchaki to'lqinni boy berdingiz. Agar zaxirada oldindan hisobga olganingizda katta daromad raqobatchingizga ketib qolmasdi. Aytaylik, siz target yoqasiz, lekin har bir mijozga qo'lda javob yozasiz. Narxini, sonini, to'lov chekini, dastavka qayerga yuborishini so'raysiz. Va bu vaqtda 5-10 mijoz javob kutib sovib qolishi mumkin va boshqa do'kondan xarid qilishi mumkin. Onlayn do'koningiz bo'lganda esa xaridor narxini ko'rib, o'zi buyurtma berib olardi. Siz vaqtingizni faqatgina so'rovchilarga emas, real sotuvga vaqtingizni sarflagan bo'lardingiz. Biznesni qo'lda boshqarishni to'xtating. RoboSell bilan do'koningizni, onlayn buyurtmalaringizni tizimlashtiring va har bir so'rovni pulga aylantiring. Qanday qilib deysizmi? Izohlarda kitob so'zini qoldiring va biz siz bilan bog'lanamiz.